ishxonamizda bizani shu kabinetda ishxonada hamma narsani ko'rsatish bilasiz mumkin emas. Datni shuts degan tushuncha bo'lganmaydi. O'shaning uchun tем более biz shifoxonada bemorlarni informatsiyasi juda ham qattiq qo'riqlanadi. Ko'rsatish hisobiga даже ishdan ham ketish mumkin. Faqat ishdan ketish mumkin. Даже jinoiy javobgarlik ham tortish mumkin. Oho, bu shunchalik jiddiymi? Albatta, o'shaning uchun ham bizda sal tushunmovchilik bo'ladi. O'zbek talabalar ichida nimaga bizga operatsiyalarni ko'rsatmaysiz, nimaga bemorlarni ko'rsatmaysiz dedi. Chunki juda ham himoya qilinadigan informatsiya hisoblanadi. Endi tabiiy savol tug'iladi. Aynan nimadan himoya qilishadi? Masalan, aytaylik, o'sha ma'lumotlar ko'rinib qoldi, kimdirning yuzi tushib qoldi deylik. Bu nima xavf tug'dirishi mumkin? Baribir aytish mumkin, mani xohishimsiz mani videoga olding, men balkim xohlamasdim, mani kasalligimni kimdir bilishi, men o'shaning uchun bu juda ham yomon narsa. Konferensiyalarga borganimizda ham biz bemorlar bilan, o'sha bemorlarning kasalliklari bilan ko'rsatishimiz kerak. MRTlarni ko'rsatamiz, balki operatsiyalarni ko'rsatamiz, lekin o'sha narsani faqatgina ko'rsatish uchun o'tda ismlari ko'rsatilmaydi. Maksimum ko'rsatadigan initsiallari bo'ladi, ikkita harf va yoshi va erkak ayolligi, chunki bu muhim. MRT yoki boshqani ko'rsatgan baribir tushunib bo'lmaydi kimligini, to'g'rimi? Ichida hamma bir xil. O'shaning uchun unda ham bemordan roziligini olib, ikkita uchta qog'ozga qo'l qo'ydirilgan bo'lishi kerak. Men o'sha haqida u ilmiy darajada gapiryapman. Bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqazish, ular haqida gapirish, ularning informatsiyalarini aytib berish bu umuman aqlga ham, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.